Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Xabaringiz bor, bugun Al Ayn Kup finali bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston terma jamoasi Eron terma jamoasiga to'qnash keladi. Raqibimiz Eron terma jamoasi ustozi Amir Galinoyi quyidagi futbolchilarni ushbu FIFA kunlari uchun jalb etgan edi. Kavaverdiga qarshi o'yindan so'ng Eron terma jamoasi tarkibida o'zgarishlar bo'ldi. Sepaxon klubi o'yinchisi Amin Hasbabiy va Rostov o'yinchisi Muhabbat Mohibbi jarohat sabab klub ixtiyoriga qaytdi. Mohibbi o'yindan keyin o'zini yomon his qilgan. U Kavaverdiga qarshi o'yinni to'liq o'tkazgan edi va penaltilar seriyasida ham gol urgan. Amin Hasbabiy jarohat sabab Birlashgan Arab Amirliklari yig'iniga bormagan edi. Amir Galinoyi ularning o'rniga Al Nasr Dubay o'yinchisi Mehdi Gaidi va Al Ittihod Kalba o'yinchisi Muhammad Bihti Mohibbilarni chaqirdi. Bundan tashqari Persepolis vingeri Muhammad Omri ham kichik jarohatdan tuzalib, terma jamoa a'zolari bilan mashg'ulot o'tkazdi. Eslatib o'tamiz, Eron O'zbekiston uchrashuvi bugun soat 21:00 da start oladi. O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi bosh murabbiyi Islom Ismoilov Italiya bilan bo'ladigan nimchorak final oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Jamoa bugungi o'yinga yuqori kayfiyat bilan tayyorlandi. Barcha o'yinlarga qanday yondashgan bo'lsak, Italiyaga qarshi bahsga ham xuddi shunday puxta tayyorgarlik ko'rdik. Jamoada kayfiyat juda yaxshi. Xudo xohlasa 100% tayyor bo'ldik. Murabbiy jarohatlar borligini tasdiqladi, ammo ularning hech biri jiddiy emas. Ammo asosiy yo'qotish bu Muhammad Hakimovning o'ynay olmasligi. Raqib haqida gapirar ekan, Ismoilov Italiyaning kuchiga yuqori baho berdi. Italiyaning jahon chempionatidagi barcha o'yinlarni tahlil qildik. Ular nafaqat Yevropaning, balki butun mundialning eng kuchli jamoalaridan biri. Lekin bizning jamoada xarakter bor. Ishonamanki, bugun futbolchilarimiz bor potensialini ko'rsatishadi, dedi Islom Ismoilov. Endi e'tiborni muhim faktlarga qaratamiz. O'zbekiston o'smirlar 17 2024-yil Osiyo chempionati g'olibi va shu tariqa jahon chempionatida ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. Italiya o'smirlar 17 2024-yil Yevropa chempionati g'olibi. Taktik va mental jihatdan yuqori darajadagi tayyor jamoa. Demak, bugungi uchrashuv Yevropa va Osiyo chempionlar o'rtasidagi bahs bo'ladi. Endi Italiya o'smirlar 17 jamoasi haqida gaplashamiz. Ular o'smirlar 17 Yevropa chempionati g'olibi sifatida turnirga kirishdi. Murabbiy Massimiliano Pavo taktik jihatdan jamoani pozitsion o'yin va intizomli harakatga tayyorlagan. Italiya himoyasi markaziy va qanot himoyalarini balansda ushlab, tez kontrhujumlarga o'tadigan jamoa. Asosiy o'yinchilar qatorida Leonardo Bobbio, markaziy himoyachi, jamoaga barqarorlik qo'shadi. Samuel Inacio hujumda asosiy rolni bajaradi. Thomas Campanello hujumni tashkil qiladi va gol zarbalarini beradi. Destiny Ilimohali qanotda tezkor va xavfli harakat qiladi. Federico Stefanoni yarim maydonda pas va harakatni nazorat qiladi. O'zbekiston o'smirlar 17 maydonga chiqqan har bir yigit bu xalqimizning g'ururi va umidi. Italiya kuchli bo'lishi mumkin, lekin o'zbekning iroda va xarakteri undan ham kuchli. Biz hamyurtlarimizga omad tilaymiz. Albatta bu o'yinda O'zbekiston yutadi. Biz bunga ishonamiz. O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi himoyachisi Muhammad Ali Musaxonov Italiya bilan bahs oldidan fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Irlandiya bilan o'yinni eng qiynalgan o'yinimiz edi deya olaman. Kuchli raqib ekan. Xudo xohlasa Italiya bilan uchrashuvda bor kuchimiz bilan harakat qilib, davlatimiz bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz va muxlislarimizni xursand qilamiz. Italiyaliklar haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Xudo xohlasa bahsga tayyormiz. Har bitta o'yinda bizni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga rahmat. Ham ulardan faollik kutamiz. Biz ham shunga yarasha g'alabani tortiq qilamiz degan umiddaman, dedi Muhammad Ali Musaxonov. Eslatib o'tamiz, o'smirlar 17 jahon chempionati nimchorak finali doirasidagi
Italiya bilan uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 12:30 da boshlanadi. O'zbekiston terma jamoasi vakili Jaloliddin Masharipov hozirgi holat haqida batafsil ma'lumot berdi. Ancha yaxshi holatdaman, og'riqlar yo'q. Umumiy guruh bilan mashg'ulotlarni boshlaganman. Jismoniy holatimni tiklash jarayonidaman. Keyingi yig'inda ko'rishamiz deb umid qilaman. Mashg'ulotlarni boshlaganimdan so'ng hattoki o'zimizning shifokorlar ham bunchalik tez qaytganimdan hayron bo'lishdi. Klubimiz shifokorlari nazoratdaman. Italiyada yashayotgan argentinalik mutaxassis va terma jamoamiz shifokori bilan suhbatlashib turibman. Klubim safida mashg'ulotlarni boshlab yuborganman. Eronga qarshi o'yin. O'zbekistonga qarshi o'ynash eronliklarning joniga tegdi. Ikkala jamoa futbolchilari bir-birini juda yaxshi tanib olishgan va xuddi do'stlik muloqot qilishmoqda. Bir inson bilan ko'p urishaversangiz shunday bo'ladi. Eronlik muxlislar ham yana O'zbekistonmi deb hazillashmoqda, dedi Masharipov. O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Igor Sergeyev Al-Ayn shahrida o'tkazilayotgan Al-Ayn xalqaro kubogi 2025 turnir haqida fikr bildirdi. Turnir haqida qisqa gapiradigan bo'lsam, ikkita o'yindan iborat bo'lgan musobaqa. Lekin raqiblar kuchli. Shukr Misrni mag'lub etdik. Endi yana Eron. Ishonchim komil, yana jiddiy jang bo'ladi. Bu bahs murabbiyimizning Eronga qarshi ilk uchrashuvi. Mini turnirda g'alaba qozonish uchun borimizni beramiz. Misrga qarshi bahsga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bo'limda tezkor gol urishga erishdik. Murabbiy ko'proq hujumni emas, himoyani kuchaytirgani normal holat. Chunki hisobni ushlashimiz, shoshilmasligimiz kerak edi. Hammasi mantiqqa to'g'ri keladi. Yigitlar ham buni tushunib turishgan edi. Jahon chempionati 2026 haqida o'ylayotganim yo'q. Biroq bir tomondan jahon darajasidagi jamoalar bilan o'ynagim kelyapti. Ammo boshqa tomondan guruhda raqiblar juda ham kuchli bo'lishini xohlayman. Ko'ramiz qora qanday bo'lar ekan. Hammamiz borimizni berishga harakat qilamiz. Imkoniyat berishsa bor kuchimizni ishga solamiz, dedi Sergeyev. Eron milliy terma jamoasi hujumchisi Mehdi Tarimiy O'zbekistonga qarshi bo'ladigan o'yin haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. O'zbekiston juda kuchli va hurmatga sazovor jamoa. Tarkibida ajoyib futbolchilari bor. Lekin o'ylaymanki, so'nggi bir yil ichida bir-birimizga juda tez-tez to'qnashib kelayotganimiz ham biz, ham o'zbeklar uchun biroz zerikarli bo'la boshladi. Rostini aytsam, biz boshqa raqib Misr bilan o'ynashni afzal ko'rgan bo'lardik, dedi Tarimiy.